Assalomu alaykum Termiz uy savdosi a'zobinachlari, sizlarga Yashil dunyo, ya'ni hammamiz bilgan Faravon massividan 7 qavatli g'ishli uylardan 3 qavatga davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, qarshimizda 7 qavatli uylar, birinchi qavatdan 68 kvadrat bo'lgan 2 xonalik shinam xonadonimiz sotuvda. Hozir biz Padizda turibmiz. Padizdan kelishimiz bilan to'g'rimizda tashqi eshik ko'rib turganingizdek, birgalikda uyni to'liq ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda spalni, chap qo'limizda mehmonxona, to'g'rimizda alohida dushovoy bilan hojatxonasi joylashgan. Chap qo'limizda kelishimiz bilan katta bo'lgan bitta xonasi, televizor, gilam, parda hammasi qoladi azoblanishlar. Kirib yashashga tayyor. Birinchi etajdan uy so'ragan obunachilarimiz bor. Ya'ni g'ishli uylardan bo'lyapti. Lokatsiyasi juda yaxshi joydan tezda ulgurib qolamiz. Narxi juda qulay narxda bo'lyapti. 500 million ham demadik. 490 million so'm ham emas, 485 million so'm deb baholadik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Naqd pul bilan kelsangiz tepasida kelishamiz. Aytgancha bu uyimizni ikkilamchiga ham olishingiz mumkin. Ikkilamchini tushunmaganlar uchun 250 millionga yaqin pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bank orqali nomingizga ikkilamchi chiqarib beramiz azoblanishlar. Spanna xonasidan chiqishimiz bilan to'g'rimizda dushovoy bilan hojatxonasi joylashgan. Ikkalasi alohida razdenli, yarmigacha kafillangan. 7 etажkada yashaydiganlar gaz, suv, svet, umuman kommunallarda muammo yo'qligini bilishadi. Bu yerda esa hojatxonasi, bu ham yarmigacha kafillangan, bu yerda esa oshxonasi hisoblanadi. Tezda shoshilamiz azoblanishlar. Har doimgidek bog'lanish uchun nomerimiz 99 kodi bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlaydi. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.